Assalomu alaykum. Saidullohxon ustoz, ovoz eshitilyaptimi? Alaykum. Assalomu alaykum. Hammalar yaxshimi? Tak ko'rmayapsizlar, to'g'ri ko'rdim. Sajjadbek, ular gapirganda ulardan hozir kameraga to'g'ri. Albatta, kamera sachaqib qoldi. Ha, kamera javob. Qaydan bo'ladi? Bo'lishlardan suhbat. Biz so'rab Assalomu alaykum. Hammalar yaxshimi? Ustozlar. Assalomu alaykum tarafdan. Yaxshimisizlar? Hammalar yaxshimi? Sog' salomat. Assalomu alaykum tarafdan. Ko'rdim bu rahmat, ko'rdim. Assalomu alaykum. Ovoz. Sanjar ovoz yo'q. Assalomu alaykum tarafdan. Assalomu alaykum Farzand, assalomu alaykum hammalarga. Assalomu alaykum. Bizni yaxshi eshityapsizmi? Ha, eshityapman men ham. Omadli yig'ilishga Zokirjonni ko'rib turibman, mana boshqalarni. Omadlisizlar hammalar, tinchmisizlar? Rahmat, hammasi yaxshi. Faqat shu borishga iloj bo'lmadi. İş boşalır.
Yoldaş aldım. Bu hurmatli doktorlar, biz o'ylaymizki, ishimiz juda ko'p deb o'ylaymizda. Lekin hamma narsaga ham vaqt bo'ladi. Ish ko'p bo'ladi. Nima bo'lmas kerak? Biz bir mahallar hokim ko'pchiliklarga hammasini aytib o'rganda 7 kishini o'ldirib ishlagan. Bu bilaman. Hokimiyatda har bitta odamning ishi ba'zi ko'p bo'lsa, bundan odam qonunini yasamas kerak. Ana o'zim bor. Mana nima kirdilar mana domlamiz. Ne kadar yanlış. Nasıl yapıyoruz? Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum. Domla uzoqdan qatnashga to'g'ri keldi o'zi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uzr, uzoqdan qatnashga to'g'ri kelib qoldi. Bemalol. Teng kuchli bo'ladi ko'rsin. Hozir boshqa istirasdan bitsa. Ancha boshqa bo'ladi. Forum bor. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash qatnashchilari. Navbatdagi ilmiy kengashimizda o'tkazish uchun yig'ildik. Demak, Oliy assotsiatsiya komissiyasining rayosatli qaroriga ko'ra, demak, bizni Namangan davlat texnika universiteti huzurida tashkil etilgan ilmiy kengashda 14 kishidan iborat belgilangan, tarkib tasdiqlangan. Bugun 13 kishi ishtirok etyapti. Demak, kvorum bor. Katta kvorum, mezli kvorum bor. Demak, biz ilmiy kengash yig'ilishini demak boshlasak bo'ladi. Kimda qanaqa fikrlar bor? Ochilsin deganlar qo'l ko'tarib munosabat bildirishlarini so'raymiz. Rahmat. Endi hurmatli ilmiy kengash qatnashchilari,
bugungi majlisda ikkita masala qo'yilgan. Birinchisi talabgor Vahobov Boburjon Jo'raxon o'g'lining seysmik to'lqinlarni bino va inshootlarga ta'sirini gruntda kamaytirish usullarini ishlab chiqish mavzusidagi 01.02.04 deformatsiya qattiqchi mexanika ixtisosligi bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun bajargan dissertatsiya ishi himoyasi. Ikkinchi masala turli masalalar. Demak, ilmiy rahbar Yo'ldosh Sharafudin Sayfiddinov, texnika fanlari doktori, professor, rasmiy abonentlar Sultanov Karim Sultanovich, fizika matematika fanlari doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasiga qarashli mexanika va inshootlar seysmik mustahkamligi instituti direktori. Ikkinchi Mahmud Uzoqjon Sotivoldiyevich, texnika fanlari nomzodi professor, u kishi o'zimizda Namangan Davlat texnika universitetida professor lavozimida ishlaydi. Ish bajarilgan tashkilot Namangan Davlat texnika universiteti, yetakchi tashkilot Farg'ona Davlat texnika universiteti. Kun tartibi bo'yicha kimda qanaqa fikrlar bor? Tasdiqlansin deganlar qo'l ko'tarib munosabat bildirishni so'raymiz. Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Demak, bevosita mana shu kun tartibi bo'yicha o'zimizni ishimizni demak boshlaymiz. Endi talabgorning shaxsiy hujjatlari bilan tanishtirish uchun so'zni ilmiy kotibimiz, texnika fanlari doktori, dotsent, professor Mirzo-Hamidov Asilbek Shuhratjonovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Shaxsiy ma'lumotlarimizga ta'sir bo'lsin. Lekin yashil talabgorni quyidagi hujjatlar taqdim etilgan. Talabgor Vahobov Boburjon Jo'raxon o'g'lining dissertatsiyani himoyaga qabul qilish haqidagi arizasi, Vahobov to'g'risidagi obyektiv ma'lumotnoma, Vahopovning institutni ilgari to'g'risidagi diplom nusxalari, malakaviy imtihonlarni topshirgani haqidagi guvohnomalar, Namangan davlat texnika universiteti mexanika kafedrasining kadrlararo birlashgan seminar dissertatsiya muhokamasi to'g'risidagi bayonnomasidan ko'chirilgan. Talabgorning Namangan davlat texnika universiteti tomonidan tasdiqlangan ishlar ro'yxati, Vahopovning ilmiy rahbari ilmiy fanlar doktori professor Yo'ldosh Sharafudin Sayfiddinov haqida hammualliflikdagi ishlar dissertatsiyaga to'liq yoki qisman kirish uchun talabgor hammualliflarning yozma roziligi, dissertatsiya ashariyati, talabgorning asosiy ilmiy ishlar nusxalari, kengash boshidagi ilmiy seminar bayonnomasidan ko'chirilgan. Shu hujjatlar kengashga topshirilgan. Yuqorida keltirilgan hujjatlar barchasi Oliy sud komissiyasining ijrochilik tartibi to'g'risidagi nizom talablariga to'liq javob beradi. Marhamat, hurmatli ilmiy kengash a'zolari. Kimda demak talabgorni shaxsiy hujjatlari bo'yicha tegishli hujjatlarni demak ilmiy kengashga topshirganlik bo'yicha Oliy sud komissiyasi talablariga ko'ra savollar bo'lsa marhamat. Savollar yo'q? Demak davom ettiramiz. Demak dissertatsiya ishini mazmun mohiyati va u to'g'risidagi sizga o'sha ilmiy ma'ruza qilish uchun albatta talablarga beramiz. Marhamat. 20 minut sizga 20-25 minutda ko'rgazishni o'tamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli dinlar a'zolari va ustozlar. Men Vahobov Jo'raxon o'g'li inshootlarga ta'sirini guruhda kamaytirish. Yarım saat yaklaşmış koymadık.
Mikrofonni o'chirib qo'ying, sizlar. Zilzila ta'sirida zilzila salbiy oqibatida bino va inshootlarni shikastlanishi, insonlarni halok bo'lishi hamda juda katta iqtisodiy hamda ijtimoiy zararlarga olib kelishi mumkin. Shu munosabat bilan seysmik hududlarda loyihalanayotgan bino va inshootlarni seysmik mustahkamligini ta'minlash, seysmik himoya ustunlarini takomillashtirish hamda shu mavzu bo'yicha kunlarni olib borish dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Demak, muammoni o'rgatadigan darajasi seysmik to'lqinlarda bino inshootlarga ta'sirini kamaytirish choralarini ishlab chiqish hamda takomillashtirish bo'yicha bir qator taniqli xorijiy olimlar tomonidan ilmiy izlashlar olib borilgan. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasida ham seysmik to'lqinlarni hamda ularning birinchi tarqalishini o'rgatish, tahlil qilish hamda kamaytirish masalalari bo'yicha demak Rashidov, Ishanxo'jayev, Hojimetov, Shirinqulov, Sultonov, Mirsaidov, Mardonov, Muborakov hamda Yuldashev va Matkarimov ustozlar tomonidan ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. Amalga oshirilgan tadqiqotlarda seysmik to'lqinlarning hududda tarqalish masalasini o'rganish bo'yicha sohada mualliflar tomonidan takliflar olingan. Biroq olib borilgan keng miqyosli tadqiqotlarga qaramasdan seysmik to'lqinlarning hududda tarqalishini tahlil qilish, bino inshootlarga salbiy ta'sirini kamaytirish choralarini ishlab chiqish hamda ularning samaradorligini baholash bo'yicha yanada kengroq nazariy va amaliy ishlar yetarli darajada o'rganilmagan. Tadqiqotning maqsadi seysmik to'lqinlarning hududda tarqalishini, hududda joylashgan bino va inshootlarda olib bo'lgan tebranishlarni kamaytirish usullari ishlab chiqishdan iborat. Shu tadqiqot maqsadiga erishish uchun nima vazifalarni ham belgilab olganmiz. Prezentatsiya Seysmik to'lqinlar ta'sirida turli geologik xususiyatlarga ega bo'limli asoslarda joylashgan binolarning tebranishlarni baholash imkonini beruvchi tashqi chekli o'lchamli bo'limli asosda to'lqinlar tarqalishini hisobga oluvchi matematik model ishlab chiqilgan. Turli qatlamli bo'limli seysmik to'lqinlarning tarqalish qonuniyatlarini nazariy tahlil qilinib, guruh va bino mexanik sistemasi uchun chekli elementlar usuli asosida uch o'lchamli hisoblash modeli ishlab chiqilgan. Seysmik to'lqinlar ta'sirida binolarda yuzaga keladigan tebranish darajasini qavatlar soniga bog'liqligi tahlil qilinib, binoning balandligi ortishi bilan qavatlardan tanlab olingan turdagi ko'chish, tezlik hamda tezlanishlar o'zgarish qonuniyatlari aniqlangan. Seysmik to'lqinlar ta'sirida binolarda yuzaga keladigan tebranish darajasini kamaytirish maqsadida bulut mustahkamlash usullaridan chuqur bulut yostig'i, temirlikdan qoziqlar hamda deep soil mixing texnologiyasi asosida hosil qilingan qoziqlarning samaradorligi baholanib, bu usullarni qo'llash natijasida seysmik tayyorgarlikni bir parcha kamaytirish mumkinligi aniqlangan. Tadqiqot natijalarini ishonchlikligi va qo'yilgan masalalar Lera 2018 Flaxis 2D hamda 3D dasturiy majmualarda amalga oshirilgan bo'lib, ushbu dasturlar matematik barqarorlikni ta'minlash uchun maxsus algoritm asosida ishlab chiqilgan. Hisob kitoblarning aniqligi va to'liqligini avtomatik ravishda nazorat qiladi. Shuningdek, dissertatsiyada masalani yechish uchun praktik bir necha bosqichli tekshiruvlardan o'tganligi, ya'ni oldindan aniq yechimlarga ega bo'lgan matematik qoidalarni yechib, analit usullardan solishtirganligi va qoniqarli natijalarga erishilganligi bilan izohlanadi. Prezentatsiyada ko'rinmayapti shekilli. Birinchi to'g'rilab qo'ysam. Bizga ham ko'rinib obuna onlayn ishtirok etadi. Boşladım. Tadqiqot natijalarini joriy qilinishi, yo'nalish bo'yicha matematik modellar ham hisoblashlarga yetinadi.
Namangan viloyati qurilish va joy xo'jaligi boshqarmasi hamda bir nechta qurilish loyiha tashkilotlarida demak dalolatnomalar olingan. Hamda shu dalolatnomalar asosida qurilish va joy xo'jaligi vazirligining ma'lumotnomasi olingan. Dissertatsiya ishi kirish, uchta bor, umumiy xulosalar, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati hamda ilovalardan iborat. Dissertatsiyaning umumiy hajmi 113 betni tashkil etadi. Demak, dissertatsiyaning birinchi bobi Jumla o'zgarmayapti. Taqdimot. Mana shu taqdimot. Sardardek jumla o'zgarmayapti. Zoomda o'tmayaptimi? Assalomu alaykum. O'tmayapti. Zoomda bu belgilar o'tmayaptimi slaydlar? Mana PowerPoint'da majlisga bosib tepasiga saralama yo'qolishi kerak-da. Majlis direktori ham turibdi-ku. Diapozitiv qilish kerak-da, PowerPoint. Yo'q, majlis direktori mana bosib olinglar. Saralama tepasida turibdi-ku menyuda. Saralama yo'qolishi kerak-da. Boshqatdan Demonstratsiya. qayta Endi o'tyaptimi ustoz? Hozir. hozir. Endi ko'r. Hozir ha, o'tdi. Bo'ladi. demak, birinchi bob birinchi paragrafida test qonunlarning ijroiy ta'sirini kamaytirish bo'yicha tadbirkorlar tadbir o'rganib chiqilgan. Bunda seysmik to'lqinlarning binoviy ta'sirini kamaytirishga doir ko'plab tadbirkorlar bajarilgan bo'lib, lekin shu geologik sharoitlarni hisobga olgan holda seysmik to'lqinlarning binoviy sharoitlarga ta'siri yetarli o'rganilmagan. Shu sababli tadqiqotchining aksariyat qismi hududning seysmik faolligi hamda guruh tadqiqotlarida fizik mexanik xususiyatlarini hisobga olgan holda guruh asoslarini mustahkamlash orqali seysmik to'lqin ta'sirini kamaytirishga bag'ishlangan. Keyingi paragrafda zilzila haqida umumiy ma'lumot, seysmik to'lqinlar turlari hamda ularning salbiy oqibatlari haqida batafsil yoritilgan. Demak, keyingi paragrafda hisoblash modelini matematik asoslari keltirilgan. Bunda cheksiz, guruhni cheksiz muhit sifatida qaralib, uning modeli chekli elementlar uchun orqali diskret shaklga keltirilgan. Ya'ni bunda umumiy muhit tenglamasi birinchi tenglam orqali ifodalangan. Bundan tashqari muvozanat tenglamasidan tashqari kinematik munosabatni ham demak uchinchi tenglam orqali ifodalash mumkin. Muvozanat tenglamasida Gauss-Kingning variatsion prinsipiga ko'ra qayta shakllantiriladi. Hamda to'rtinchi tenglamada bo'laklarni integralash uchun Green teoremasini qo'llash quyidagi 5-tenglamaga olib keladi. Va bu tenglama virtual ish tenglamasida yuritiladi. Endi mana 9-tenglamaga keladigan bo'lsak, yuqoridagi tenglama diskretlangan holat uchun yozilgan muvozanat shartini ifodalaydi. Tenglamada o'ng tomondagi birinchi va ikkinchi qatlar birgalikda tashqi kuch vektorini hosil qiladi, orqacha esa ichki reaktiv kuchlarini vektor ifodalaydi. Ma'lumki, chekli elementlar usuli faqat chekli sohalarga nisbatan qo'llanilishi mumkin. Shu bois cheksiz faoliyatda tadqiqot olib borish uchun chekli soha shartli ravishda ajratib olinadi. Hamda bu sohani chegaralarga keltiradigan to'lqinlarni qaytishini oldin olib, ya'ni ularni erkin o'tkazib yuborishni ta'minlovchi chegaraviy shartlar qo'yilgan. Yana mana 3-rasmda cheksiz faoliyatdan ajratib olingan 3 o'lchamli model hamda chegaralardagi to'lqinni o'tib ketishini ta'minlovchi chegaraviy shartlar qo'yilgan. Dinamik yuklar ta'sirida modelga chekli elementlar usulini qo'llash orqali hosil qilingan diskret sistemaning vaqtga bog'liq tarqat differensial tenglamasi 11-tenglam orqali keltirilgan. Dinamik masalalarni raqamli ifodalashda vaqt bo'yicha iteratsiyani shakllantirish, hisoblash jarayoni barqarorligini va aniqlik uchun muhim omil hisoblanadi. Newmarkning noaniq vaqt iteratsiyasi usuli bilan T-VDP vaqtdagi siljish vaqti tezlik munosabatida 12 hamda 13 tengliklar orqali ifodalanadi. Demak, ilk paragrafda yaqinni ishonchli aniqlash test masalalar orqali tekshirib ko'rganmiz. Test masalasi sifatida rekapitulyatsiya nazariyat masalasini yechish bo'yicha qo'llanma kitobida tekst informatsiya sharoitida faoliyatga bosim ta'siri hamda Bargarning asosiy foydalanuvchilar dinamika kitobidan sifatdagi zaratdan hosil bo'lgan serdatishlarni guruhda tarqatish masalalari praksis dasturida yordamga olingan natijalar bilan solishtirilgan. Demak, bunisi tekst informatsiya sharoitidagi demak analitik usulda olingan natijalar hamda praksis 2 yil ichida chiqqan natijalar ko'rsak, natija deyarli bir-biriga yaqinligi
kelib chiqdi. Bundan tashqari, praksis va test masalalari yechimi orasidagi farq, demak, bir-biriga yaqin bo'lib, hisoblashning yuqori darajadagi aniqligini ko'rsatdi. Demak, keyingi paragrafda statik va dinamik yuklar ta'sirida 2D hamda 3D modellashtirish natijalari taqqoslangan. Mazkur masalani hal qilish uchun praksis 2D va praksis 3D kompleks dasturdan foydalangan holda tekis va hajmiy masalalar natijalari statik va dinamik yuklar ta'sirida o'zaro solishtirilib, ularni ushlanish, deformatsiya hamda tergalish amplitudalaridagi tafovutlar tahlil qilingan. Demak, buning uchun masala dialektik nazariyasi keltirib yechiladi. Ushbu masala cheksiz tekislikli cheklik sohalarga almashtiriladi. Bunda chegaralarda to'lqinlarni cheksizlik keltirishni ta'minlovchi 2D quyidagi chegara shart qo'yilgan. Quyidagi 7-chi rasmda statik ta'sirdan hosil bo'ladigan 2D'dagi deformatsiya hamda 3D modeldagi deformatsiyalar o'z aksini topgan. Tekis masalada demak vertikal ko'chish 0.63 mm hajmiy masalada esa son qiymat 0.6 mm tashkil etdi. Ya'ni orasida 12%gacha farq borligi kuzatildi. Lekin ushbu modelda guruh massasining fazoviy ta'siri sababli deformatsiya hajmi kichik bo'lib chiqdi. Bu natijalar 2D modellashtirishda inshoot yukining ortishi baholashini ko'rsatadi. Ammo cheksiz uzun bo'lgan yuklarni hisoblaganda har ikkala modellashtirish ham o'rinli bo'lishi aniqlandi. Keyingi nimada dinamik yuklanishlarda demak 3D modellashtirish terlanishning 3 yo'nalish bo'yicha bir vaqtda energiyani tabiiy taqsimlash hamda rezonans zonalarini aniqlash imkonini beradi dinamik yuklanishlar. Demak, ikkinchi bobda birinchi paragrafida buning turlari, fizik mexanik xususiyatlari hamda buning sharoitning seysmik kuch intensivlikka ta'siri batafsil yozib o'tilgan. Ikkinchi paragrafda esa guruhda seysmik to'lqin qatnash jarayonini o'rganishda maqbul guruh modellarini tanlash deb nomlanadi. Bunda guruhda to'lqin tarqalish haqidagi masalaning chekli elementlar usulini qo'llab kechish, guruh modelini yechishda guruh modelini tanlash demak katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Binoan shartlarga ta'sir etgan seysmik to'lqinlarni ifodalashda maqbul guruh modelini tanlash masalan to'g'ri shartga egaligini ta'minlaydi. Shuni e'tiborga olgan holda guruhda seysmik to'lqinlarni ifodalashda Moore-Bloch hamda H-Simon modellardan foydalangan holda geometrik o'lchamlar bir xil bo'lgan hamda hajmiy o'lchamlar, geometrik o'lchamlar bir xil bo'lgan ikkita masala yechilib solishtirib ko'rildi. Solishtirishlar natijasiga ko'ra seysmik to'lqin ta'sirida binodagi tugunni hamda ko'chishlar farqi H-Simon modeldagi aniqroq hamda ishonarliroq bo'lishi aniqlandi. Lekin H-Simon modelida hisob natijalarini olish Moore-Bloch modeliga nisbatan ko'proq vaqt olishi kuzatildi. Keyingi paragrafda seysmik to'lqinlarda asoslarda turlicha bo'lgan binolarning ta'siri baholash deb nomlanadi. Demak, bunda binolar asoslari turli xil guruh bo'lganda ularda seysmik to'lqin tarqalishi hamda binodagi ta'siri qanday bo'lishi ifodalab natijalar taqqoslab chiqildi. Bunda 3 xil guruh tanlab olganmiz: qumoq guruh, loyla guruh hamda sharbat tosh guruh. Natijaga asosan 9-rasmni ko'rishimiz mumkin. Binoning to'rt qavatli binoda birinchi qavat to'rt sathidan olingan tugundagi tezlanishni vaqt bo'yicha o'zgarish grafik ko'rsatilgan. Bundan tashqari 11-rasmda qumoq guruh, loyla guruh hamda shag'al guruhdagi ko'chish tezlanish parametrlari solishtirib o'tilgan. Natijalarga ko'ra, guruhda tezlanishlarning tarqalishi ularning geologik hamda fizik mexanik xususiyatlari, ya'ni elastik modda, Poisson koeffitsiyenti, zichligi va boshqa parametrlarga bog'liq ekani aniqlandi. Demak, keyingi paragrafda guruhlarning seysmik xossalari bo'yicha toifasini hisobga olgan holda binolarda tahlillar amalga oshirildi. Bunda hajmiy o'lchamlar bir xil bo'lgan ikki qavatli maktab binosini tanlab olganimizda, birinchi bino seysmik xossasi bo'yicha kategoriyasi ikkinchi guruhda, ikkinchi bino esa seysmik xossasi bo'yicha toifasi uchinchi guruhda bo'lgan binolar o'zaro solishtirib o'tilgan. Demak, bu solishtirishlar Mira Safar 2008 dasturida amalga oshirildi. Bu umumiy binoning hisob sxemasi, ya'ni umumiy ko'rinishlari hamda bu esa chiqqan natija X sonli o'qlar bo'yicha binolardagi o'qlar bo'yicha ko'chishlari. Sonli hisob natijalariga asoslangan holda seysmik xossasi 3-toifali guruhda joylashgan o'quv binosi, 2-toifali guruhda joylashgan o'quv binosiga nisbatan X va Y o'qlar bo'yicha 1,5 barobargacha ko'proq ko'chish qiymatlariga ega bo'ldi. Demak, keyingi paragrafda seysmik to'lqinlar tarqalish jarayoni binolar qavatlar soniga bog'liqligi aniqlab o'tildi. Bunda biz ikkita holatni aniqlaganmiz. Birinchi holatda 9 qavatli bino modeli tanlab olingan. Mana shu 9 qavatli binoni 1-chi, 5-chi hamda 9-chi qavatlardagi tugundan hosil bo'lgan tezlanish parametrlari solishtirildi. Mana rasmlarda ham ko'rishimiz mumkin. Ko'chish, tezlik hamda tezlanish grafiklari.
Keyingi holatda esa xuddi shu grund modeliga 4 etajli bino loyihalashtirib, 4 etajli binoni 4-chi qavat pol sathi bilan 9 etajli binoni 4-chi qavat pol sathidagi demak tebrik parametrlari solishtirildi. Natijalarga ko'ra, demak 4 qavatli binodagi seysmik to'lqin parametrlari 9 qavatli binodagi nisbatan kattaroq ekani kuzatildi. Ya'ni mana bu yerda ko'chish, tezlik belgilanish bo'yicha qiymatlar ko'rsatib o'tilgan foizlarni. Demak, 3-chi bobning 1-chi paragrafida binolardagi tebranish darajasini kamaytirish uchun foyda vositaga grunt yoritgichini qo'llash samaradorligi aniqlangan. Agar bino foydavor zaif gruntda joylashgan bo'lsa, seysmik to'lqinlar ta'sirida gruntda struktural o'zgarishlar paydo bo'ladi. Natijada grunt qatlamida ustiga qurilgan bino inshootlar deformatsiyalanish hatto tuzilishiga olib kelishi mumkin. Bino inshootlaridagi seysmik to'lqinlarda hosil bo'lgan tebranish parametrlarini demak kamaytirishning bir usuli sifatida grunt yostiqlarini, chuqur grunt yostiqlarini qo'llab ko'rdi. Ya'ni bunda shu plaks kuchli kasr yordamida mustahkamlik past bo'lgan tabiiy holatda joylashgan bino bilan xuddi shu gruntga ma'lum bir chuqurlikdagi grunt yostiq loyihalashtirib, ikkita bino o'zaro solishtirib ko'rildi. Solishtirishlarda demak grunt yostiqning umumiy ko'rinishi demak 4 metr qilib qo'yganmiz. Tezlanish grafigi taqqoslanish demak 18-rasmda aks etgan. Hamda umumiy holatda ko'chish, tezlik hamda tezlanishlarning qiymatlari mana bu grafikda 19-rasmda solishtirib o'tilgan. Grunt yostiqchiligi asosidagi binoning ko'chish maksimal qiymati tabiiy holatdagi asosga joylashgan binolardan 15% ga kamaygan. Keyingi bu jadvalga o'rgan bo'lsak, instrumental ma'lumotlar bo'yicha 6 hamda 10 ball oralig'idagi zilzila kuchini belgilangan demak nimaga qarab turib, tebranish parametriga qarab turib aniqlash imkon berib jadval keltirilgan. Hamda shu jadvalga asosan tebranish parametrlarining maksimal qiymatlari demak 8 balldan grunt yostiqcha qo'llangandan keyin 7 ballga to'g'ri kelishi kuzatildi. Ya'ni binoni foydavor vositaga grunt yostiqligini loyihalash zilzila kuchini bir baravarcha kamaytiradi deb xulosa qilish mumkin. Demak, keyingi paragrafda esa bino inshootlaridagi seysmik to'lqinlarni pasaytirish uchun tebranish temir beton qoziqlarning samaradorligi baholangan. Bunday ham doimiy masalaga o'xshab mustahkamligi past bo'lgan gruntga temir beton qoziqlarni loyihalab, tabiiy holatda hamda temir beton qoziqlar loyihalangan holatda bino o'zaro binodagi tebranishlar o'zaro solishtirib chiqilgan. Solishtirishlar natijasi bilan bu diagramda ko'rsatilgan. Natijalarga ko'ra bino foydavor qismidagi temir beton qoziqlarni loyihalashtirish binodagi ta'sir etayotgan tebranish darajasini kamaytirishda ijobiy natijalar ko'rsatildi. Ya'ni umumiy ko'chish qiymati 14% ga, tezlik 5% ga hamda tezlanish 19.8% ga kamaygani kuzatildi. Demak, keyingi paragrafda imtiyozli mixing qoziqlari asosida hosil qilingan demak qoziqlarni qo'llagan holda binolardagi tebranish darajasini kamayishini aniqlash kerak. Bunda ham xuddi oldingi masalalarga o'xshab tabiiy holatdagi bo'sh gruntga bo'sh grunt bitta modelda hisoblab olindida, keyingi holatda imtiyozli mixing qoziqlari asosida loyihalangan bino ikkitasi o'zaro solishtirib ko'rildi. Bunda imtiyozli mixing qoziqlarini foydavor vositaga x va y o'qlari bo'yicha 2 metr oralig'ida joylashtirilgan hamda umumiy har qismi diametri 1 metr qilib belgilangan. Umumiy chuqurligi 15 metr qilib loyihalangan. Nima natijalarga asosan shuni aytish mumkinki, imtiyozli mixing qoziqlarini loyihalangan asosda binodagi ko'chish tabiiy holatdagi joylashgan binoliklar 10% gacha kamaygani kuzatildi. Demak, bino foydavor vositaga imtiyozli mixing qoziqlarini loyihalashtirish binodagi seysmik to'lqin ta'sirida paydo bo'ladigan tebranishlarni kamaytirishda ijobiy natijalar olishda demak yordam beradi. Bu umumiy xulosalarga kelsak, xo'p, shu umumiy xulosalarning asosiy qismini aytsam bo'ladimi? Birinchi hurmatli kengash qatnashchilari, hammamizga avtoreferat berilgan. Avtoreferatlarda berilgan materiallarda xulosalar to'liq keltirilgan. Bu xulosa qismini aytmasa bo'laveradi, agar ruxsat bersangiz. Aytilgan yerda bunlar Shu yerda xulosada shu narsalar keltirilgan, hammamiz qo'limizda turibdi bu narsa. Hurmatli kengash qatnashchilari, mana hozir talablar o'zini ma'lumotini tugatdi. Kimda qanaqangi savollar bo'ldi? Marhamat. Marhamat. ana bagradikda ko'rqavat to'xtavardi binolarda solishtirib ko'rdingizlar. Boshida seysmik kuchlar qo'yilgan
qabul qilyapsiz. Sen 4 qavatga qanaqa qo'yilgan, 9 qavatga qanaqa bir xil qo'yilgan keladiga. Savolga javob. Biz boya aytganimda cheksiz bu demak chekli element chekli sohasini o'rgandik. Chekli sohaga ost qismiga real yozib olgan seismik to'lqin akseleratorni kiritish orqali kiritganmiz. 4 qavatli binoda ham 9 qavatli binoda ham bir xil o'sha akseleratorni kiritganmiz. Bir ham kirganmiz. Bir xil kiritganmiz. Demak, siz nimada usullarida tezlik tezlanishlarni kamaytirishni aytdinglar. Eng ko'p kamaytirishni ne yetishim bo'yicha 19 qancha yana xulosada aytishki bir balgacha kamaytiradi. Bir balga tezlik ta'sirida bir balga kamaytirish degani nima degani o'zi? Bir balga kamaydi degan xulosamizda jadval qo'shimda ko'rsatish bersak. Hop, mayli devam. Bo'ldi. Javob beraman kerak. Tamam. Demak, siz mana bu jadvalda zilzila kuchi, tebranish, seysmik kuch ta'sirida tebranish parametrlariga qarab turib, zilzila kuchi 6 qadar mo'ljalgacha berilgan. Biz mana shu jadvalga asosan yuqorida chiqqan qiymatlarimiz bor-ku, tebranish hamda kuchish. O'sha qiymatlar shu oraliqda tushganligidan hisoblab turib, o'sha bir baravar kamaydi degan xulosani berdik. Aslida hozir bir baravar kamaydi degan xulosa berish juda o'rinsiz, lekin mana shu oraliqda tushib qolgani uchun bir baravar kamaytirish mumkin degan xulosani berganmiz. Endi qarangda bir bor kamaydi degani 7 bar degani tezlanish 1 metr taqsim 8 kvadrat degani-da. 7 bar. 8 barda 2 metr taqsim 8 kvadrat degani. Ya'ni 2 barobar kamayishi kerak-da. Biron yerda 2 barobar kamaygani aytmaysiz, hatto 20% ham deyishmas. 19% deysiz. Men to'g'ri tushundim. Nima qilsa mana bu jadvalda mana bu jadvalda kuch sxematini ko'rgan bo'lsak, tabiiy holatdagi asosidagi binoda 12.2 millimetr tashkil etadi. Guruch asosidagi loyihalangan bino esa 12.6 millimetr tashkil qildi. Xuddi shundan foydalangan holatda grafikga qo'yganimizda guruchdagi kuchishi 12.6 8 barobar to'g'ri kelishi aniqlandi. Keyingisi bu yerda 10.6 ni ko'rgan bo'lsak, 10.6 mana bu jadval bo'yicha mana bu yerga. Mana shu 8 bal. Bunisi 9 bardan 8 barga tushgani aniqlandi. 12.2 9 balli zonada turibdi, orada keyingisida 8 balli zonaga tushgani. 2 marta kamayyapti maxil. 2 marta kamaydi degan usul, lekin shu jadvalga asosan bir balgacha kamaytirish mumkin degan jadvallarni foydasi berib ketganmiz. 15% degan nimalarni keltirib ketganmiz. Kuch qimmat 10%, 6.5%, 19.5%. Keyin yana solishtirdik, qarang. 9 qavatli binoni 4 qavatli binoni solishtirdik. 4 qavatli binoni tezlik tezlanishlari 9 qavatligidan kattaroq. Kattaroq. Demak, binoni qavatini oshirib boraversa, oxiri sizlardan tanlash sezmay qolamiz. Yo'q, siz mana xulosa qilish asosida o'rinsiz shu ko'rsatib ketdim. Mana shu yerda birinchi holatda 9 qavatli binoni 1-chi, 5-chi va 9-chi qavatlardagi olingan tugundagi tebranish parametrlarini solishtirganmiz. Mana bu yerda ko'pdagisi 1-chi qavatdagi. 5-chi qavatdagisi demak qizil rangdagisi, 9-chi qavatda mana bu pushti rangdagisini qaraganmiz. Bunda balandlik ortgan sari tebranish parametrlari ortib boradi. Lekin mana bu 4 qavatli binoni 4-chi qavati bilan 9 qavatli binoni 4-chi qavati o'zaro solishtirilgan. O'sha miqdordagi 4 qavatli binoda kattaroq. Bunda men bu shunaqa tushundim. Demak, qavatlar soni oshgan sari binoni ahvoli yaxshilanib borar ekanmi? Endi bu yerda o'zgarishlar bo'lsa kam, men tushunishim bo'yicha endi 4 qavatli binoda 4-chi qavatda eng tepa nuqtasida, shuning uchun tebranish degani shu tepa nisbatan kattaroq masalada. Bu yerda binoning xususiy og'irligini hisobga olmay, yo bino tepadan keyin qavatlar ham borligi uchun nisbatan 2% nisbatan kamroq chiqqan bo'lishi mumkin. Tebranish davri ham bor.
terlanish davriga terlanish davriga ham bog'liq. Endi biz terlanish davri bitmaguncha tayyor yozib olingan aksilogramma kiritish orqali berganmiz. Hop. Yana kimda qanaqa savollar bor? Marhamat. Marhamat. Mana Qirg'iziston Respublikasidan ustozlar ham ishtirok etishyapti. Muhammadjon aka va Muxtorjon aka, o'rtoq professorlarimiz, marhamat, savollar bo'lsa. Marhamat. Mikrofonni yoqib olsangiz, ishlamayapti bizga. Ovoz eshitilmayapti ustoz. Muhammadjon Toshaniyevich, ovozingiz eshitilmayapti. Mikrofon uzunda sizda hozir. Mikrofoningiz uzoq telefonda. Mikrofon aldan yo'q bo'ladi, to'g'rimi? Cho'pay solib, ichgan cho'pay. Ana, alo. Fahri Jo'rayev. Fahri Jo'rayev. Mana ishlayapsizlar. Ishlayapti. Marhamat, savolingiz bormi? Eshityapsizmi? Savolingiz bormi? Savollar. Yo'q, savol yo'q. Hop, tushunadi. Rahmat. Yana kimda savollar bor? Yo'q, savol yo'q. Rahmat. Hop, zaten o'tirganlarda kimda savol bor? Mana shu 18-slaydda hududning seysmikligi hamda gruntning seysmiklik xossasi bo'yicha toifalarni hisobga olish orqali iqtisodiy samaradorlikka hamda binoning ekspluatatsiya davrini uzaytirish mumkin deyilganda, endi hududning seysmiklik bo'yicha ikkinchi toifalar bor. Albatta qurilish siz nima hisobdan bu narsani aytdingiz? Iqtisodiy samaradorlik. Endi biz bu ikkinchi bobda umumiy holatda binolardagi seysmik to'lqin terlanishi umumiy keskin xususiyatlar hisob olgan holatda o'rganganmiz. Faqat sizga e'tirozingiz bo'ldi, mana shu yerda buni umumiy holatda baholaganmiz, ya'ni 3-kategoriyalik gruntdagi ko'chish ikkinchi kategoriya gruntdagi ko'chishga nisbatan 1,5 barobar oshgani aniqlandi. Buni aniqlashdan maqsad 3-kategoriyada joylashgan binolarga qanaqadir grunt mustahkam usullarni qo'llash maqsadga muvofiq degan ma'noda o'rganganda, lekin mana shu qismida shu xulosani berish buni sertifikat ishlaganmiz, shu qolib ketibdi. Ya'ni buni o'rganishdan asosiy maqsad 3-kategoriyalik gruntda qanaqadir yechimlarni qo'llash orqali uni pasaytirish, ya'ni grunt bo'sh maydon bo'lsa, shu grunt yostig'ini masalan loyihalashtirish orqali ikkinchi kategoriyaga o'tkazib, keyin uni iqtisodiy samaradorlikka o'tkazish degan ma'noda xulosa olgan. Grunt toifasini maxsus choralar bilan ko'tarish masalasini ko'rgazdi. Shu grunt mustahkamlash orqali Yo, bu yerda nodir talqin qildi, toifani hisob ko'rdi. asosiy maqsad shu grunt mustahkamlash orqali toifaga mansub bo'lsa, shunda ham hududni 1 ball oshiramiz-da, seysmikligi. 8 balli hudud 9 ball hisoblaydi. O'shani hisobga olamiz degan ma'noda xulosa ketganmiz-da, lekin grunt mustahkamlash orqali uni iqtisodiy samaradorlikka erish mumkin. Ya'ni binodagi terlash parametrini. Demak, 3-toifadagi gruntni nimadir qilib turib, ikkinchi toifaga o'tkazirish masalasi. 3-yechimlardan foydalangan holatda. Mumkin savol bor edi. Sayfullaxon, marhamat. Marhamat. Slaydni oching, 20-slaydni. Slaydda grunt josusiyasi haqida material haqida ma'lumot berdingiz. Grunt josusiyasi. 20-slaydda. Shu grunt josusiyasini materiali qanaqa, o'lchamlari qanaqa, shular haqida ma'lumot bersangiz, materiali qanaqa, o'lchamlari qanaqa. Keyin ikkinchi savol shu uni optimal o'lchamlari qanaqa bo'lishi kerak? Masalan, necha qavatligi, necha metrlik grunt josusiyasi qo'yilishi kerak? Shuni bir ma'lumot berib o'tsangiz.
Bir savolga javob rahmat. Hop, birinchi savolingizga kelsak, hop, demak, bu grunt yozish shartini materiali to'liq holatda sirtasida keltirilgan, bu yerda keltirishganda keltirmanmiz. Grunt yozish sharti demak, bo'sh gruntlarda ma'lum bir chuqurlikda kola bo'lib, buni shu galishni grunt deydi, ya'ni shag'al, qum shag'al gruntga ma'lum bir miqdor 70% qum shag'al grunt hamda ma'lum bir miqdorda super suvli gruntlarni aralashtirib, har 30 santimetrdan qotirib chiqiladi. Buni o'zi loyiha tashkilotlarida nima bilan berildi, texnologiyasi bilan. Buni o'lchamlariga kelgan bo'lsak, binoni foydalanib joylashgan bo'lib, buni chuqurligi 4 metr qilib loyihalaganmiz bizni dissertatsiya ishimizda. Endi ikkinchi savolingizga kelsak, ustoz, buni biz faqat bitta holat uchun o'rganganmiz xolos. Xudo xohlasa kelgusi tadqiqot ishlarida buni binoni balandligiga ko'ra yoki binoni umumiy grunt turlariga qarab turib, buni qancha bo'lishi kerak o'lchamlarini o'rganamiz. Rahmat. Marhamat. Azam qo'shing. Assalomu alaykum. Menda bitta savol bor edi. 8-grafikni oching. 8-rasm. Shu grafikka kelingda. Mana bir onda ko'chish ko'rsatilyapti. Tepasida birligi millimetr. Hozir 0.1000 millimetrga maksimum 0.15 millimetrga tebranyapti har bitta nuqtada. Keyin x o'qida metr berilyapti. X o'qi nima? Y o'qi ko'chishgan. X o'qi nima? Vaqt qayerda va ularning o'zaro bog'ligi qayerda? Savolingiz rahmat. Demak, hozir bu yerda ikki xil natija olganmiz. Birinchi holatda dinamik ta'sirda to'lqin hosil bo'ladi. Ma'lum bir tugundan olingan, demak, tebranish o'rgangan bo'lganimizda bu yerda vaqt qatnashgan bo'ladi. Lekin bu grafikda aytganimizda demak, seysmik to'lqin yuk bergan malkadan boshlab ma'lum bir masofada yuk berib garmot yuk berganmizda, masalan, garmot yuk ta'sir etadi, 1 sekund vaqt uchun to'xtatilganda ma'lum bir masofadagi qiymat nimani, ya'ni 0.30 metrgacha to'lqin tarqalish 1 sekund to'xtatganimizdagi mana umumiy ko'chishlar aks etgan. Shu ketishda o'sha garmonik tebranish bu bo'lgani 0.1 millimetr bo'yicha to'xtab qoladimi shunda? Ko'chish shu joyda to'xtab qoladimi? Yo'q, yani to'xtab qoladi. Biz 1 sekund vaqt uchun to'xtatganmiz. Buni xohlagan vaqt uchun to'xtatib, bu grafik qurish mumkin bo'ladi. Bu binoni ostidagi fundamentni siljishi. Bu umumiy holatda gruntdagi shu garmon yuk ta'sirida tarqalgan 2D hamda 3D holatdagi farq qanaqa bor? O'shani solishtirganmiz. Umumiy holatda gruntda nuqtani siljishi. Bitta nuqta. Bu yerda bitta nuqta emas. Dinamik yuk ta'sirida 1 sekund vaqt oldidagi to'lqinlar 30 metrgacha bilan qiymatlar. Hop, uchinchi masalaga, uchinchi formulaga keling. 10-10 bet. Hop, bu yerda muvozanat tenglamasidan tashqari kinematik munosabatni quyidagicha shakllantirish mumkin deyilibdi. Shu ifodani tushuntirib bering. Demak, shu kinematik munosabat, ya'ni o'rganishda mana shu ko'rinishda kinematik munosabat berilgan shakllantirish mumkin emas, uni bor deganaman. Mana shu munosabat orqali Epsilon bu yerda nima? Epsilon deformatsiya, transport differensial operator hisoblanadi. U ko'chish. Savolmi? Yana marhamat. Savollar bormi? Hop, Zoom'da ishtirok etayotganlarda. Marhamat, savollar yo'qmi? Demak, tushunarli. Hurmatli kengash qatnashchilari, demak, savollar yetarli. Kerakli savollar berildi. Bizda dissertatsiya aprobatsiyadan o'tgan tashkilotlar bor. Yetakchi tashkilotlar bor. Demak, keyin tashqi organlar kelgan taqdirlar. Ular to'g'risida ma'lumot berish uchun so'zni demak iltimosga beramiz. Rahmat.
Endi sizdan iltimos bo'ladi, hozir nizom talabiga ko'ra agar ijobiy taqiz berilgan bo'lsa, o'sha bildirilgan e'tiroz yoki kamchilik yoki taklif bo'lsa, o'shani o'zini yo'qotamiz. Salbiy taqiz tushmagan, salbiy taqiz tushgan paytda to'laligicha o'qib berish talab etiladi. Marhamat. Tashkilot dissertatsiya shu avtorizasiya Farg'ona davlat texnik universiteti milliy seminarda 01.02 deklaratsiya uchun xatti mexanikasi asosiy bo'yicha muhokama etilgan yetakchi tashkilot xulosasi ijobiy va yetakchi tashkilot tomonidan dissertatsiya ishi bilan tanishish jarayonida quyidagi e'tirozlar va takliflar paydo bo'ldi. Birinchisi, tadqiqotda foydalanilgan Places 3D dasturiy majmuasining natijalari boshqa dasturiy komplekslar yordamida olingan natijalar bilan qiyoslanmagan. Ikkinchisi, tadqiqotda grunt mexanik parametrlarni aniqlashda laboratoriya va dala sinovlarining natijalari bayon etildi. Uchinchisi, tadqiqot natijalari asosan loyli va shag'al hududlar uchun keltirilgan. Respublikamiz hududida keng tarqalgan hududlar uchun ham tahlil olib borish maqsadiga muvofiq edi. Xulosa, yetakchi tashkilot xulosasida dissertatsiyani ishini dolzarb va zaruriyati, ilmiy yangilik, ilmiy va amaliy ahamiyatga olingan natijalarning ishonchliligi va joriy etilishi, tuzilishi va e'lon qilingan ilmiy ishlar bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi komissiyasining texnika fanlari bo'yicha doktori ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblangan va uni xalqaro tomoniga tavsiya etildi. Dissertatsiya avtoritarlarga quyidagi mutaxassislar tomonidan taqdirlar olingan. Fizika matematika fanlari doktori Usmonov Sharobachiyev nomidagi Samarqand davlat universitetida nazariy va injiniring mexanikasi kafedrasi professori. Taqriz ijobiy, bitta kamchilik ko'rsatilgan. Tadqiqotda olingan hisobiy va tahliliy natijalar asosida bayon qilingan. Shu bilan birga ayrim natijalarni laboratoriya yoki dala sinovlari bilan solishtirish imkoniyatlari kengroq ko'rsatilib berilganda ilmiy xulosalarning ishonchlilik darajasi yanada ortgan bo'lardi. Ikkinchisi, texnika fanlari doktori Shermuhammedov Toshkent davlat transport universitetida ko'priklar va tunnellar kafedrasi mudiri professor tomonidan berilgan taqriz ijobiy bitta kamchilik ko'rsatilgan. Birinchisi, murakkab muhandislik geologik sharoitlarga ega hududlarni inobatga olgan holda tadqiqotlarni davom ettirish ilmiy amaliy ahamiyatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Ikkinchi kamchilik, tadqiqotda foydalanilgan real zilzila yozuvlari sonli cheklangan bo'lib, turli intensivlikdagi va spektral tarkibdagi zilzilalar uchun qo'shimcha hisoblar keltirilishi natijalarning ishonchliligini yanada oshirgan bo'lar edi. Uchinchisi, Rahmonov Abdurahmon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetida qurilish kafedrasi professori. Taqriz ijobiy ikkita tavsiya keltirilgan. Birinchisi, seysmik himoya usullari sifatida grunt, yostiqlar, temir beton hozirlar va keltirilgan desent texnologiyalari ko'rib chiqilgan. Biroq ularning iqtisodiy samaradorligi va qurilish xarajatlariga ta'siri bo'yicha taqqoslama tahlil keltirilmagan. Ikkinchisi, olingan sonli natijalar loyihachi foydalanishi uchun qulay shaklga keltirilmagan. To'rtinchi taqriz, fizika matematika fanlari doktori Nuraliyev Toshkent xalqaro universitetida aniq fanlar va raqamli texnologiyalar kafedrasi professori. Taqriz ijobiy, bitta tavsiya ko'rsatilgan. Ishga keltirilgan ayrim grafik yadro va hisobiy natijalarga qisqacha izohlar ko'proq berilganda shu ularning mazmunini anglash yanada qulay bo'lar edi. Taqriz texnika fanlari nomzodi Iqbolning Belarus Milliy texnika universitetida dotsenti. Taqriz ijobiy ikkita tavsiya kamchilik ko'rsatilgan. Belarusdan keyin inshoot balandligi bo'yicha seysmik tekshirishlarning tarqalishi va o'zgarish xususiyatlari yanada to'liq baholash maqsadida bino balandligi ortishi bilan ularning rivojlanish qonuniyatlarini qo'shimcha ravishda tadqiq etish tavsiya etiladi. Chunki amaliyot shuni ko'rsatadiki, bino balandligi oshgan sari dinamik ta'sirlar ham ortib boradi. Ikkinchisi, dissertatsiya ishida olingan natijalarning qo'llanish sohasini kengaytirish hamda ularning universalligini asoslash maqsadiga muvofiq so'linadi. Oxirgi taqriz Boyxo'jayeva
Gumilov nomida Yevrosiyo Milliy universiteti professor taqriz ijodiy bitta kamchilik ko'rsatdi. Olingan natijalarning ishonchliligini asoslash qismida tadqiqot natijalarini mavjud eksperimental ma'lumotlar bilan qiyosiy taqqoslashni keltirish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Olgan kamchiliklar taqrizlar kamchiliklarsiz ijodiy kelgan, shuning uchun inson moddalariga asosan. Talablar marhamat. Yetakchi tashkilot fikrlari, mulohazalari hamda tushgan taqrizlarga javob bering. Dissertatsiyamni avtomatik ko'rib chiqib, o'z takliflarimni hamda ijroda kamchiliklarni bergan ustozlarga minnatdorchiligimni bitiraman. Berilgan e'tirofga kamchiliklar qabul qilindi. Albatta, ushbu berilgan e'tirof va takliflar kelgusi tadqiqotni ishlarini maqsad va vazifalarni belgilashga asos bo'lib xizmat qiladi. Demak, yetakchi tashkilotni birinchi kamchilik bo'yicha tadqiqotda asosiy hisob-kitoblar Praxis 3D dastur majmuasida bajarilgan. Boshqa dasturiy komplekslarga qaraganda Praxis 3D dasturi bo'limsiz seysmik to'lqinlar tarqalishini hamda buni binolar ta'sirini tahlil qilishda eng maqbul variantlardan biri bo'lganligi uchun asosan shu dastur orqali ishlar olib borilgan. Bulutlarning fizik ikkinchi savol bo'yicha bulutlarning fizik mexanik parametrlari mavjud geologik xulosalar asoratida olinganligi sababli ularni batafsil dissertatsiyada yozib o'tmaganmiz, lekin kerak bo'lgan ma'lumotlar jadvallarda tadqiqotda asosan Namangan viloyatida ko'p uchraydigan Qumor, Loyga hamda shahar bulutlar misolida tahlillar olib borilgan. Yosimon bulutlar respublikamiz hududida keng tarqalganligi sababli kelgusi tadqiqotlarda ular uchun ham alohida tahlillar o'tkazishni e'tiborga olamiz. Tadqiqotchilardan kelgan savollarga javob bersam, fizika matematika fanlari doktor professor Do'stmatov savollardan olingan savollarga javob. Olingan natijalarni laboratoriya yoki davlat sinovlari bilan solishtirilmagan tadqiqotda hisobiy hamda tahliliy natijalar sonli modellashtirish asosida olingan bo'lib, model parametrlarini tanlashda mavjud me'yoriy hujjatlar va bulutli fizik mexanik moddalar inobatga olingan. Laboratoriya va dala sharoit sinovlarini o'tkazish dissertatsiyani dissertatsiya rejasiga kiritilmagan. İkinci savolga javob. Binodagi termiklar darajasini tahlil qilish uchun to'rt qavatli bino misoli qilib olingan. Albatta, kelgusi tadqiqotlarda ko'p qavatli binolarni ham e'tiborga olamiz. Texnik fanlar doktor professor Sherif Muhammedov ustoz savollarga javob. Dissertatsiyada seysmik to'lqinlarning tarqalishi tuman viloyat shaharlik bulutlarni solishtirish natijalari olingan. Kelgusida murakkab fansiy geologik sharoitlarda bulutlarni hisobga olgan holda tadqiqotlarni davom ettirishni maqsad qilganmiz. İkinci savollarga javob. Dissertatsiyada Toshkent va Farg'ona viloyatida sodir bo'lgan real zilzila yozuvlaridan foydalanilgan. Ushbu zilzila yozuvlari natijalarini tahlil qilish uchun tahlillar uchun yetarli darajada bo'lganligi sababli boshqa seysmik yozuvlardan foydalanmaganmiz. Texnika fanlar doktor professor Rahmonov ustoz savollarga javob. Birinchisi, iqtisodiy samaradorlik va xabarlar bo'yicha alohida taqqoslama tahlil mazkur ishning asosiy vazifasi bo'lmaganligi uchun buni bajarmaganmiz, lekin kelgusilarda bilan e'tiborga olamiz. İkinci savollarga javob. Dissertatsiya avtoritetida hajmi cheklanganligi sababli natijalar qisqaroq yoritilgan. Dissertatsiya ishida olingan sonli natijalar alohida jadvallar va grafiklarda keltirilgan. Demak, fizika matematika fanlar doktor professor Nuraliyev ustozi savollarga javob. Avtoritetida hajmi cheklanganligi sababli ayrim grafik jadvallarga hisob natijalari qisqaroq yoritilgan. Dissertatsiya ishida olingan natijalar jadvallar va grafiklar batafsil yoritilgan. Texnika fanlar nomzodi dotsent Ekvatik savollarga javob. Avtoritetda bino balandligi ortishi bilan tebranish darajasi o'zgarishi qisqacha yoritilgan. Dissertatsiyada demak, ko'p qavatli binoni birinchi, beshinchi qavat, to'qqizinchi qavatlarga ko'chish tebranishlari demaklari batafsil o'rganilgan. İkinci savollarga javob. Olingan natijalar dissertatsiyaning tegishli boblarda hamda xulosalar qismida qisman bayon etilgan. Kelgusi tadqiqotlarda ushbu natijalarni turli muhandislik geologik sharoitlar hamda foto konstruktiv sxemada bo'lgan sxemada qo'llash bo'yicha metod ko'rsatmalar ishlab chiqishni reja qilganmiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat sizga. Hop, ilmiy kengash a'zolarida savollar bormi? Mana hozir kelib tushgan, demak, aytilgan mulohazalarga javob berdi. Savollar bormi?
Rahmat sizga. Hurmatli kengash qatnashchilari, endi dissertatsiyani rasmiy muhokamasiga o'tamiz. Biz birinchi opponentimiz, demak, fizika matematika fanlari doktori, professor Sultonov Karim Sultonovich. Marhamat ustoz. Hurmatli hammalarga salom, assalomu alaykum. Farzand Yuray, Salom. kengash a'zolari. Ovoz eshitilyaptimi? Yaxshi. Yaxshimi? Eshitilyaptimi? Juda yaxshi. Endi men rasmiy opponent sifatida dissertatsiyani ko'rib chiqdim. Dissertatsiya kirish qismi 3 bob xulosalardan iborat, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati. Men endi mana bitta hamma taqrir yozilib kengashga topshirilgan. Endi bu yerda asosan ko'rilayotgan masala mana shu ko'p qavatli binolarni seysmik mustahkamligini oshirish usullari qidirilyapti. Buning uchun albatta o'sha bino turgan asos mana bu gruntni seysmik to'lqinning kuchini kamaytirish yo'llari, usullari qidirilyapti. Endi bu yerda shu munosabat bilan endi bu yerda har xil usullar ko'rib chiqilgan. Shu gruntni mustahkamlab seysmik kuchi miqdorini kamaytirish, uni mana bu svaylar bilan yana mustahkamlash yo'llarida qanaqa o'zgaradi va shu o'lchamlari har xil bo'lganda qanaqa o'zgaradi seysmik kuchlar. Endi shu masala qo'yilgan, juda ham bu aktual masala. Albatta hozir ayniqsa mana respublikamizda juda ham qurilish ko'p ketyapti. Shu qurilishlarda juda balon binolar ham bor. Endi bu yerda mana 4 etajli, 9 etajli deyapti. Baribir bu binolar ham hozir qurilyapti. Shularni seysmik mustahkamligini ta'minlash hozir juda ham respublikamizda muhim aktual masala hisoblanadi. Endi mexanik sifatida, mexanika sohasida shularni mustahkamligini qarab, shuni o'rganib, har xil usullarni taklif qilish kerak mustahkamligini oshirish bo'yicha. Endi matematika tomonidan masala albatta bu yerda qo'yilgan. Masala yechishda shu chekli elementlar usuli, metod konечных elementlar ishlatilyapti. Shu bu yerda 2 o'lchovli, 3 o'lchovli masalalar yechilib ko'rilyapti. Lekin bu yerda asosiy nima metodda shu tayyor programma, plastik programmani olib, o'sha programma endi bu endi hozir juda ham keng tarqalgan bunaqa programmalar hozir ko'p, ANSYS, mana GeoStudio bor, Midas va boshqa ko'p tayyor programmalar bor. Shu programmalardan bittasi Plaxis. O'sha programmani olib, o'sha orqali o'sha gruntni tebranish parametrlari, binoni tebranish parametrlari, bu asosan kinematik parametrlar olinyapti bu yerda. Ya'ni shu tezlanish, tezlik va ko'chish. Shular orqali har xil o'zi taklif qilgan usullarni tekshirib ko'rib, shunda mana shu binoni tebranish amplitudalari kamayishini ko'rsatyapti. Shunda mana shu natijada 1 ballga seysmik o'shdagi kuchi ta'siri 1 ballga kamayapti. O'sha gruntdan ta'sir qilayotgan seysmik kuchi ta'siri 1 ballga kamayapti. Bu endi juda ham katta muvaffaqiyat, chunki 1 ballga kamaytirish degan so'z bu juda ham ko'p resurslarni tejaydi. Endi bu yerda boshqa narsa ham bor. Ana o'sha keltirilayotgan usullarni o'zi shu iqtisodiy tomondan o'sha tejalgan resurslar bilan taqqoslanmagan bu yerda. Endi shuning uchun bu masala endi baribir usulchi endi asosiy masala mustahkamlik masalasi bo'lgani uchun har holda shu 1 ballga kamaytirishi bu yaxshi natija hisoblanadi. Endi albatta ishda mana kamchiliklar, asosiy maqsad shu ishda xulosalar keltirilgan, hammasini men qaytarib o'tirmayman. Lekin bu yerda asosan qo'yilgan vazifa bajarilgan, yechilgan, Plaxis programmasi yozganida. Lekin endi albatta men mexanika deformatsiya teoriya, mana bu qattiq jism deformatsiyasidan qattiq jism mexanikasi tomonidan endi ba'zi bir kamchiliklar bor. Masalan, mana bular aytyapti, mol klon va mana bu HS small modellar ishlatilgan. Albatta shu modellarni o'zini ham to'la postanovka zadacha sifatida shu modellarni keltirish kerak edi. Birinchidan albatta mol klon bu model emas. Mol klon
bu qonun, Plon qonuni. Bu qonun plastiklik chegarasini aniqlab beruvchi shart. Условия plastichности. Ben bunga o'xshagan условиялар ko'p. Mises условияsi bor, условия Genki-Ilyushina bor, boshqa условия Treska. Mana bu ham bitta shunaqa условия. Bu o'zi grunttagi kuchlanish deformatsiya holatini aniqlamaydi bu. Bu o'sha kuchlanish deformatsiya holatida, masalan, mana o'sha uprugi holatdan plastik holatga o'tish chegarasini aniqlaydi. Ana o'shani endi betini model deb ketilyapti, хорошо, lekin mana agarda mol klon bilan mana bu smal endi yerda shu haligi vязкий свойстволарni, yopishqonlik свойстволарni hisobga olinadi deyapti. Aslida o'sha yopishqonlik свойстволарni hisobga oladigan tenglama keltirilmagan. Endi lekin yana bitta narsa borki, mana shu metod konечных element bilan ishlayotgan paytda hammamiz bilamiz buni. Metod konечных element bu asosan uprugiy zadachani ishlaydi. Faqat masalan uprugiy zadacha uchun bu ishlab chiqilgan. Boshqa zadachalarga qo'llanilyapti hozir. Masalan, o'sha vязкий uprugiy, uprugoplastiskiy zadachalarga qo'llaniladi. Endi metod konечных element asosi variatsioniy prinsip. Masalan, variatsioniy prinsipda masalan shu yerda eng asosiy fundamenti shu jismga ta'sir qilayotgan yoki muhitga ta'sir qilayotgan tashqi kuchlarni bajargan ishi bilan ichki kuchlar bajargan ishi yig'indisi nolga teng bo'lishi kerak. Mana shu prinsipga asoslanib qilingan. Endi bu metod juda ham ustuvchi, yaxshi metod bo'lgani uchun hamma ishlatyapti. Lekin bu mana shu variatsioniy prinsip, mana shu tashqi va ichki kuchlar bajargan ishini yig'indisi nolga tengligi vязкий sredalar uchun, uprugoplastiskiy sredalar uchun bajariladi. Bu shart bajarilmaydi. Endi shuni bajarish yo'llari topilgan. Bajarilish yo'llaridan bittasi mana shu yerda, mana metod konечных element bilan praktik orqali ishlayotgan paytida bu joyda masalan mana shu programmada metoddan последовательных приближений. Endi bu metod masalan metod упруга решения Ilyushina bor. Bu yerda metod последовательных приближений orqali shuni bajarishga harakat qilinadi. Boshqacha aytganda, mana shu prosessni uprugoplastiskiy deformirование prosessini yoki vязкий упругий deformirование prosessini har bir moment vaqt har bir moment uchun uprugiy deb qaraladi. Va shu summa uprugiy решения oxirida shu uprugoplastiskiy yoki vязкий uprugiy zadachani решениесini berish kerak. Bu albatta конечно qanaqadir konечный rezultatni olish uchun qulay. Shunaqa qilib yechiladi. Mana shu tomonlari mana shu tomonlariga dissertatsiyada ahamiyat berilmagan. Lekin bu kamchiliklarni men o'zimni taqririmda oxiriga yozganim yo'q. Sababi endi bu umumiy gaplar bo'lgani uchun faqat bu dissertatsiyaga tegishli emas. Umuman hozirgi kundagi Plaxis, Ansys, Midas, boshqa Gestudia, yana juda ko'p programma, Kamsol programmasi bor. Mana shularni ishlatayotganda mana shu narsalarni sal razbor qilib ketishga kerak deb o'ylayman. Endi dissertatsiya umuman bu yerda ko'rsatilgan kamchiliklar, men ko'rsatgan kamchiliklar mana shulardan iboratki, birinchidan shu literaturani obzor qilinayotgan paytda gruntlarda seysmik to'lqinlarini so'nishiga, kamayishiga bag'ishlangan juda ham ko'p ishlar bor. Bu masalan mana chet ellarda ham bor. Eng klassik kishilardan bittasi Rodin, mana Kogan, Institutga zemli Moskvada qaysi hollarda guruhlarda seysmik to'lqinlar qanaqa so'nadi. Endi umuman olganda oxirgi mana ishlar ham, hozirgi zamonaviy ishlar ham ko'p yaxshi anaqa qaralmagan. Endi bu albatta bunaqangi kuchli dissertatsiya natijalariga ta'sir qilmaydi. Undan tashqari mana bu yerda men baribir bu yerda yozdim, mana shu mol klon va HS modellarini, matematik modellarini nima uchun bu yerda qo'llanilayotgani asoslanmagan. Sababi seysmik volna ketayotgan paytida albatta birinchi navbatda bu uprugiy volnalar yetib keladi. Uprugiy volnalar deganda bu yerda plastik deformatsiyalar gruntda hosil bo'lish yoki bo'lmasligini asoslash kerak. Juda ham kuchli konечный to'lqin kelsa plastik deformatsiyalar hosil bo'lishi mumkin. Ras mol klonni ishlatilayotgandan keyin bu yerda gruntni plastik deb qaralyapti. Mana shuni yaxshi asoslanmagan. Undan tashqari mana bu endi o'sha iqtisodiy samaradorligi va boshqalar boya aytib o'tdim. Shular
sal asoslanib ko'rsatilsa yaxshi bo'lar edi. Undan endi mana yana bitta shu ko'rsatilgan zamechaniyalardan bu ishlarni eksperimentlar asosida solishtirib ko'rilmagan. Sharofiddin mana domlasi o'zlarini Sharofiddinda ham mana shu vibratsiyalar bo'yicha qilingan shu ishlar. Endi undan keyin ko'p eksperimentlar hozirgi kunda ko'p judayam, ayniqsa mana oxirgi yillarda Xitoy olimlar tomonidan juda ko'p eksperimental ishlar e'lon qilinyapti. Shular bilan solishtirib ko'rganda yana ham buni dissertatsiyani mohiyati umuman haligi ilmiy mohiyati oshadi. Lekin bu nimalar, bu kamchiliklar, bu albatta bitta PhD dissertatsiyasini ichida nima ko'plik qiladi deb o'ylayman. O'zi itak mana hajmi o'zi juda ham haligi ограничение bor. Shuning uchun umuman olganda dissertatsiyani bu ko'rsatilgan kamchiliklari bu kelajakda ishlash kerak bo'lgan tavsiyalar, takliflar deb qabul qilsa bo'ladi. Dissertatsiya ishi yaxshi, mukammal bajarilgan. Endi albatta ko'p joylarda mana boya aytganimdek bir haligi kengaytirib yaxshilab ko'rsatsa bo'lardi. Endi bu vidima dissertatsiyani hajmi cheklanganligi uchun shunaqa qilina olmagan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin mana dissertatsiya olganda umuman o'zini oldiga qo'ygan maqsadini to'la bajargan iskotel. Olgan natijalari hammasi bu yerda yaxshi, mana bir ballga pasaytirish masalasi o'zi bu juda ham katta natija. Bundan tashqari endi mana e'lon qilingan ishlar ham dissertatsiya mohiyatini to'la atrajat qiladi, to'la aks ettiradi va dissertatsiya ham avtoreferativ dissertatsiyaga to'la mos. Umuman endi oxirgi xulosa shu bu dissertatsiya ishi mana Vahobov Boburxon Jo'raxon o'g'li dissertatsiya ishi hozirgi kundagi Oliy Attestatsiya komissiyasini barcha talablariga javob beradi. O'zi ham mana savollarga javob berdi. Ma'ruzasini eshitdik. O'zi ham shu mana mutaxassislik bo'yicha PhD ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman va kelgusi ishlarida muvaffaqiyatlar tilayman. Rahmat hammalarga. Katta rahmat. Karim Sultonovich, marhamat. Siz bildirilgan e'tirozlar, mulohazalarga fikrlaringiz. Talablarga beriladi. Dissertatsiya ishini har tomonlama diqqat bilan ko'rish shart-etiladi. Fizika matematika fanlari doktori professor Karim Sultonovichga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hamda ko'rsatilgan kamchiliklar inobatga olindi. Birinchi kamchilikka javob sifatida dissertatsiyada seysmik to'lqinlarni guruhda tarqalishini o'rganish bo'yicha xorijiy hamda mahalliy olimlar ishlar taqdim qilingan ma'lum darajada sohaga tegishli so'nggiliklarda amalga oshirilgan ishlarni kelgusi tadqiqotlarda yanada chuqurroq o'rganib ishlarni davom ettiramiz. Ikkinchi kamchilik bo'yicha tadqiqotda Moore-Polon modeli guruhning umumiy mustahkamlik holatini dastlabki baholash uchun Small model esa kichik deformatsiyalar va dinamik ta'sir sharoitida guruh xususiyatlarini aniqroq ifodalash uchun tanlangan. Moore-Polon va Small modellari Praxis 3D dasturida shu dastur uchun seysmik to'lqinlarning tarqalishini aniqroq ifodalovchi modellardan hisoblanganligi uchun shu ikki modelni tanlab olib, ularni o'zaro solishtirganmiz. Uchinchi kamchilikka javob. Tadqiqotlarda ko'p yostirilib, temir fosfor hamda mixing texnologiyalar asosida seysmik texnologiya sifatida qo'llanilgan. Hamda buni seysmik himoya samaradorligi nuqtai nazaridan tahlil qilingan. Ularning iqtisodiy samaradorligi va qurilish xarajatlariga ta'siri alohida chuqur yoritilmagan. Chunki tadqiqotning asosiy maqsadi ushbu usullarni kamchilik va seysmik samaradorlikni baholashda deb olib ko'rgan. Ushbu masalani kelgusi tadqiqotlarda ko'rib chiqishni rejalashtirganmiz. To'rtinchi kamchilik bo'yicha javob. Real o'lchash asboblari orqali olingan ma'lumotlar bilan qiyosiy tahlillarni amalga oshirish dissertatsiya maqsadi doirasiga bo'lmaganligi uchun tarqalishini asosan sog'liq modellashtirish natijalari asosida olingan. Ushbu masalani ham kelgusi tadqiqotlarda real monitoring natijalari asosida chuqurroq o'rganishni e'tibor qaratamiz.
Yana bir boshqa hech kim rahmatga qanday bo'lsa so'rayapsa, Karim Sultonovga o'zimdan boshqa qilaman. Karim Sultonovich, mana Yaxshi, qoniqarli, javob yaxshi. bitta munosabatingizni. Rahmat. Rahmat. Endi hurmatli kengash qatnashchilari, endi navbatdagi demak rasmiy opponentga navbat beramiz. Texnika fanlari nomzodi professor Ahmedov Davurjon Chaqaloqovga rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Hozirgi ko'rilayotgan masalani dolzarbligini faqat mamlakatimiz, balki butun dunyo dolzarbligini 16 Venesuelada hosil bo'lgan zilzila ko'rsatdi. Mana hozir qurbonlar soni 2300 dan oshdi. Bu yerda eng katta masala inson resursi. Qolaversa binolarda ehtiyot qilish. Binolar juda ham uzoq yillar foydalaniladi. Shuning uchun bu masalani eng muhimligi ko'rinib turibdi. Endi mana ustozimiz nima asosiy nimani hammasini aytib berishdi. Ustoz bersalaring men vaqtlaringni olmaslik uchun asosiy kamchilik va e'tiroz va tavsiyalarga birinchi tadqiqotda yer osti suvlari sathi seysmik tebranishlarga ta'sir yetarli darajada yoritildi. Bu omil natijalarga qanchalik ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ikkinchisi, DSM texnologiyasi uchun oziqlarni diametri va joylashish oralig'i ma'lum qiymatlarda qabul qilingan. Ushbu parametrlarning optimalligi qanday asoslangan? Uchinchi, tadqiqot uchun 4 qavatli bino misol sifatida tanlab olingan. Natijalar faqat binoning birinchi qavat qo'l sathidagi bitta nuqta asosida tahlil qilingan. Binoning qolgan qavatlari uchun tahlillar bajarildi. To'rtinchisi, tadqiqotda binolardagi seysmik to'lqinlar darajasini kamaytirishning bir nechta usullari keltirilgan. Lekin taklif etilgan usullarning qaysi biri amaliyotga eng maqbul deb hisoblanishga yoritilmoqda. Keltirilgan e'tirozlar dissertatsiyada olingan ilmiy yangilik va xulosalarni ilmiy va amaliy ahamiyatini pasaytirdi. Xulosa: Vahobov Boburxon Jabroxonovning 010204 deformatsiyalanuvchi qattiq simlar mexanikasi ixtisosligi bo'yicha falsafa doktor ilmiy darajasini olish uchun yozgan seysmik to'lqinlarni bino va inshootlarga ta'sirni gruntda kamaytirish bilan ishlab chiqish mavzusidagi dissertatsiya ishini tugallangan ilmiy tadqiqot ishi deb hisoblayman. Chop etilgan maqolalarda dissertatsiyaning asosiy mazmuni o'z aksini topgan. Dissertatsiya ishi 010204 deformatsiyalanuvchi qattiq simlar mexanikasi ixtisosligi pasportiga to'la mos keladi va O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini berish uchun berish tartibi to'g'risidagi nizom talablariga to'liq javob beradi. Hamda talabgor Vahobov Boburxon Jo'raxonovlar 010204 deformatsiyalanuvchi qattiq simlar mexanikasi ixtisosligi bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat sizga. Rahmat. Bildirilgan fikrlar, mulohazalar, kamchiliklar bo'yicha javob berish uchun navbat talab qildim. Mana shu dissertatsiya ishimni atrofida ko'rib chiqarishlar uchun shu Emtihonlar nomzod professor Zorbozjon Sotiboyevichga o'zimdan topshirig'imni bildiraman. Hamda ko'rsatilgan kamchiliklarni inobatga olaman. Birinchi kamchilik bo'yicha tadqiqot davomida foydalanilgan grunt parametrlari loyiha tashkilotlari tomonidan olingan geologik xulosalarga asosan olingan. Demak, shu geologik xulosalarga ko'ra yer osti suvlar sathi grunt ochilmagan. Shuning uchun ham masalalar yer osti suvlari hisobga olinmagan. Ikkinchi masalalarda albatta buni ham e'tibor beradi. Yer osti suvlari ham qo'shib bo'lgan emas. Ikkinchi kamchilik bo'yicha demak, dissertatsiya ichida inson missing holatlarining geometrik parametrini tanlashda bitta variantdan foydalanganmiz xolos. Sababi bizda boshqa usullardan chuqur imtiyozlari, temirdan qoziqlarni ham olganligimiz uchun
dissertatsiya hajmi uchun ko'payib ketib qoladi. O'shani hisob qilib biz umumiy holatda, tabiiy holatda katta divizion mixing usulini qo'llagan holatdagini terlanish pasaytirib yog'ishni o'rganganmiz. Xudo xohlasa keyingi ishlarda buni konkret geometrik o'lchamlarni o'zgartirgan holda hamda bino turiga bog'liq holda tavsiyalar ishlab chiqishga harakat qilamiz. Uchinchi kamchilik bo'yicha tadqiqotda ko'z qavatli bino model tanlab olinib, asosiy tahlillar birinchi qavat pol sathida amalga oshirilgan. Solishtirilayotgan har ikkala modeldagi binoning o'xshash qavatlaridagi demak farqlar bir-biriga yaqin bo'lganligi uchun faqat birinchi qavatdagi natijalarni olganmiz. To'rtinchi kamchilik bo'yicha amaliyotda tavsiya etilayotgan usullarni eng maqbulini tanlash, qurilish sharoiti, bino inshootlarining konstruktiv xususiyatlari, qurilish maydonining geologik sharoiti hamda mavjud imkoniyatlar hamda iqtisodiy samaradorlik kabi bir qator omillarga bog'liq. Mazkur tadqiqotda asosiy e'tibor seysmik samaradorlikka qaratilgan bo'lib, ularning asosiy maqbul varianti bo'yicha kompleks tadqiqotlar olib borilmagan. Albatta buni ham kelgusi tadqiqotlarda rejaga kiritib, buni ko'rib chiqamiz. Yana bir bor shu ishni ko'rib chiqargan uchun voqealarni sotib olishga kattakon rahmat aytaman. Rahmat. Qoniqarli rahmat. Endi hurmatli ilmiy kengash a'zolari, talabgor rahbar o'qituvchilar, hurmatli ustoz yo'ldoshlar, sizga so'z bersak, fikrlaringizni bilsam. Assalomu alaykum. Majlis kengash a'zolari. Mana dissertatsiyani eshitdik. Ata-onalarning fikrlarini eshitdik. Bizlar bir qimmatli tavsiyalar berdik. Ana shu ayniqsa mumkinligi to'g'risidagi mana albatta tushunish kerak. Yani çekildi mesela usulünü plastik materyaller için qo'llash mumkinligi to'g'risidagi qandaydir adabiyotlarni qo'llanadi. Siz qarab chiqing. Ne çekiyoruz işlerde yukarıda oynarız. Bu dışından uzun olsak olacak uzun bir sütügen alanı alabilirken ve doğru fakat onlarda uzun şan imitasyonu şöyle olarak olabilir. Var. Proje faaliyeti ameliyattı. Bence Türk kabineleri işler anlamı faaliyetinden Kurkatuarı şimdi yaşlı ağzına başladı. Şimdi ülke bu işte şu üniversitemiz için bir taşları tanesi bu yetişkiler kaldı. Bu işler de olmadı. Şu dışında seviyece o muhabbetleriyiz. İşte Rahmat ustoz. Matbuot yana kimda qanaqa fikrlar bor? Mağdurlarına eşitlik. Böyle bilmemiz. Sonra güzel yaşlı yani. Bu halde binalar seçmek müstakendeki ait boyan meseleler ilk doğrular ve ilk erkek meseleler. Nihayet ben noktalarından arasında hamma elementlarning modeli borda balkaniga ham bor, stejindagi havoga ham bor, hatto uchiruvchisiga ham bor deydi. Binoni tenglamasi degan narsani ko'rmaganman. Men o'zim ham bino mashg'ullayman. Juda ham urinib ko'rdim, shu binoni tenglamasi deb yozishdi. Qanchalik udaladini bilmadim, lekin juda ham harakatli udaman. Chunki men ko'p savollarni berdim, o'zimizda tug'ilgan savollar. Albatta bu demak ko'rib turgan masala odatda seysmik ishlarda ta'sirdan ortiq bo'ladigan parametrlarni kamaytirish eng dolzarb masalalardan bo'lib bizning farmonga kiritilgan maxsus seysmik himoyalar yordamida kamaytiriladi. Bu seysmik himoyalar ta'minoti binoning o'zini ta'minotida 30-40%gacha bo'lgan tashkil qiladi. Bu binoni narxini oshiraveradi. Chunki juda ko'plik qo'llanadi. Lekin bu yerda albatta ekonomik ko'rsatilmagan, lekin hozir qo'llanilgan usul agar shu
bir balgacha degan bitta kamchiligimiz bor, yarim bal, 4 bal degan tushunchamiz yo'qda endi. Shu nuqtai-nazardan qaraganda endi bir balga qanchalik yaqinligini bilmadim dedi. Bu demak, birinchilardan bu jonzotga o'xshab ketadi, endi ikkinchilar matematika uchun degan bir yangi bir kichikroq yangi bir sohachaga o'xshaydi. Buni albatta rivojlantirish kerak. Lekin endi bolaga men o'zim demak ijobiy fikr beraman. Albatta qo'llab-quvvatlash kerak, kelajagiga porloq ish qo'llab-quvvatlab berish kerak. Endi ba'zilar men odatimga ko'ra tanqidiy mulohaza bitirib o'taman. Binoni to'g'risida gapirganda birinchi navbatda tipini aytish kerakda, uni qaysi binolar tipini aytish kerak. To'rtta juda ham katta futbol O'zbekistonda hozir qaysi tipdagi binolar ko'p qurilyapti deb bog'lash kerak albatta. Ikkinchidan, ana aytib grunt o'sini bir bog'lab ketish kerak. Bundan tashqari mana javob berganda yana bir aytibdiki, shu narsani ko'pchilikda eshitaman. Kamchiliklarga javob beraman dedi. Kamchilik nimai, tanqid nimai, mulohaza nimai. Kamchilik degani agar siz dissertatsiyaga qo'yilgan masalalarni birortasini bajarmasangiz bu kamchilik. Buni qilish kerak. Endi hamma masalalar oldiga qo'yilgan masalalar bajarildi. Tanqidiy mulohaza bildiriladi. Nega javob beradi? Ba'zi birlarga javob beradi, ba'zi birlarga tan olinadi. Shu haqiqatdan mana shu joyini degan maqsadga muvofiq amalga oshirmaydi. Lekin tanqidiy amalga oshirgansiz bajargan. Shuning uchun tanqidiy mulohaza deb aytish kerak. O'ylaymanki bu kelajakda qo'llab-quvvatlasak juda yaxshi mutaxassis chiqargan bo'lamiz. Chunki qo'llab-quvvatlash kerak. Yana umumiy shu himoya to'g'risida qisqacha aytadigan bo'lsam, shu institutdagi chiqayotgan mana shu dissertatsiya himoyalaridan ishlayapman. Aytman bo'ldiki, talabalar judayam intilish demak kuchli. O'ylaymanki bu talabalarimiz kelajakda O'zbekiston mexaniklari, seysmik sohasini mustahkamlash sohasidagi kuchli mutaxassislar yetishtiradi degan bir yaxshi fikrdan olaman. Albatta bu qo'llab-quvvatlash kerak. Boburxon qurish bino inshootar qurish ta'limini bitirganlar. Ikkinchi kursda bularga dars berganman, xizmatlar binolardan. Shu dars paytida o'zim faolligi bilan qiziqish bilan ajralib turardim. Mana hozir 1 yildan beri bitta kadr ishlayapmiz, qurish muhandisi kadrida. Shu bir ikki marta darsga kirdim. Darsni ham chiroyli qilib, talabalar qiziqchilik yaratib, unaqa biraliga yangi nimalarni qo'llab o'tkazilgan guvoh bo'ldim. Endi dissertatsiya mavzusini dolzarbligini albatta mana aparatlar aytib chiqdi. Haqiqatan shu tomondan katta hajmda qatnashib bajargan, yetarli informatsiya nashr etilgan. Chunki kengash a'zolaridan qo'llab-quvvatlash so'rayman. Marhamat, yana kimda fikrlar bor? Marhamat. Yaxshi fikrlar bo'ldi. Mana bir şey yetarli bo'ldi. Mana bitta o'zimni fikrimni aytmoqchiman. Mana mavzuda aytilyapti. Gruntni kamaytirish usullarini ishlab chiqishyapti binolarni. Bu bir qaraganda oldin bino bo'ladi, keyin madrid sultadi. Bu yerda boshqacha bo'lyapti. Bu qurish jarayonida o'zini uchgan holat birinchisi o'sha nima podushkani mustahkamligini oshirgan holda, zichligini oshirgan holatda mustahkamlikni ta'minlash. Keyingi ikkitasi ko'proq hali razrushan grunt bo'ladi, slab grunt bo'ladi, bunda ishlatiladi. Bu konstruksiya bor narsa bu. Masalan, qayerda yerda haligi cho'kish yuqori bo'ladigan bo'lsa, barqaror bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda sivayni nimagacha qatlargacha qoqiladi. Keyin ularni devasiga fundament quriladi. Narigi nimasi ham shu o'zi, mana gidrogen inshootlarda ham ko'p qo'llanishadi. Bu usul aytayotgan usul sementatsiya degan. Hozir bulut qiladi, o'sha sementatsiya qilib, gruntni mustahkamlab, yana bulut qilib, qanchagacha bo'lsa o'shani. Demak, mana shu uchtasini samarasini bular o'sha ko'rsatib beryapti. Qanaqa bo'ladi? Demak, haligi o'zbeklar gap bor, asos mustahkam bo'lsa, bino yaxshi turadi deydi. Demak, asosga biz qattiq e'tibor qaratishimiz kerak ekan. Qattiq e'tibor qaratsak, hattoki shu bir balligini ham kamaytirib qo'yish mumkin. Masalan, bu degani 9 balli hududda mana shu hozirgi muhandislik ishlarini qilsak, demak 8 balli qurilish maydonchasi, 8 balli qurilish maydoni paydo qilib, 1 ball degani bu yaqin haligi tezlikda yaqin bo'ladi-da. 2 barobargacha bo'ladi. 8 balli bilan 9 balli bino qiymati bilan ancha katta farq bor. Nokta foiz emasda, bu foiz emas. Bu katta narsa. Buni yana menimcha ustoz bilan birga davom ettirasizlar ishlarda ham.
Endi hurmatli yig'ilish qatnashchisi, majlis qatnashchilari, navbatdagi demak kengash ishida biz hisob komissiyasini demak tuzib olishimiz kerak. Hamma fikrlar ishni bo'ldik. Rasmiy va demak umumiy muhokamalarda hisob komissiyasiga kimda qanaqa takliflar bor? Marhamat, bu yerda direktor, taqlidchi bo'lmasi kerak, abonent bo'lmasi kerak, rahbar bo'lmasi kerak degan joylar bor. Shundan kelib chiqib, agar mumkin bo'lsa, tavsiya etilyapti, o'qib eshittirsin. Boshqa agar takliflar bo'lsa, shunga qarab boramiz. Birinchisi, mana Azamjon Mamahadov. Kengash raisi o'rinbosari. Shu keyin Botirjon Aliyev, taklif qilamiz va Xolboyev Zokirjon Odilov. Mana shu uch kishini nomzodlarini ko'rsatyapmiz. Marhamat, kimda qanaqa fikrlar bor? Ma'qul deganlar qo'l ko'tarib munosabat bildirishni so'raymiz. Raisni o'zlari saylab oladi. Raisni o'ziga tanlab olsin. Ularga beradi, bularga beradi. Demak, kengash a'zolaridan boshqalar ozgina xonani taklif qilsak. Foizmi? Foiz. 13'ten 13'ten mana ular imzolaydi ekan.
Men ham o'rgatdim. Buning mashina uchirib qo'ysang ham mayli. Tashqari ham joy sig'amas. Oradan o ikinci oldu. Sonra Galatasaray uğraştı. Yemek yaşam film mi? Ama yine bu. Ya biz kiminimiz 5 minut bu arada. Hani oturuyordu. Sizle yer tarafı koyacağız. Alo çıktı. Alo. Sonra da Ama oturgan farklı bir Ben optikim. Makine optikim. Başlayacağım. Zamxon aka. Mahani domla. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Raislarimiz yaxshimisiz, Obidjon aka? Yaxshimisiz? Qaysizlar? Saydullaxon aka yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Salomat, yaxshimisizmi? Salomatsiz. Kecha siz bilan gaplashgandan chiqsam Nurullo akam turgan ekanlar. Saydullaxon akam ham şey dedilar, "Samim kelibdilar, dedilar, yo'q" deb anaqa qilib. Hozir bormoqchi edik, ko'pligidan maqmadilar. Biz hozir rejalashtirib turdik, boramiz, bir kun nima qilib ko'ramiz, aylanib ko'ramiz. Xudo xohlasa boramiz, ko'rishamiz. Hamlaring yaxshimi? Men undan zavq qo'yinglar, belgilab. Zokirjon aka. Ashuni ochib keldilar. Bizdan so'ramadi. O'zimiz sakrishini qilib beramiz. O'tiryapsiz, gapirsin. Asosan o'tirmaydi. Sizlarga avtor yuklanmaslik kamaytirib. Hamidullah. Do'stlar, davlatdan televizor chiqadi. Hadi hamma bor ekan. Sani marhamat. Hurmatli kengashdorlar. Demak, hurmatli ilmiy kengashdorlar, ilmiy kengashimizni yig'ilishini davom ettiramiz. Mana sizlar bilan biz tanaffusdan oldin hisob komissiyasini saylab olgandik. Ovozlar berildi, yo'q holatda. Endi navbatda hisob komissiyasini raisiga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli kengash a'zolari. Kishilik kelishgan holda kengash saylov komissiyasi bilan aralashdi. Hisob komissiyasi majlisining bayonnomasi PHD 03/2025-27/12-15/01 2026-yil 4-yil. Saylangan komissiya tarkibi: Amakhan Fazil Matbulovich, texnika faoliyat doktori professor
Ali Botirjon texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, Xolbor yoshligidagi texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori. Komissiya Vahobov Boburjon Jo'raxonovni 01-02-04 informatsiyalanuvchan tartibsiz mexanikasi ixtisosligi bo'yicha texnika fanlari falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga yo'l qo'yilgan dissertatsiyasi yuzasidan yashirin berilgan ovozlarni sanash uchun tayinlangan. Kengash tarkibi 14 kishidan iborat etib tasdiqlangan. Majlisda kengash a'zolaridan 13 kishi, shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 6 nafar fan doktori ishtirok etdi. 13 ta byulletin tarqatildi. Bitta byulletin tarqatilmay qoldi. Kishilardan 13 ta byulletin borligi aniqlandi. Ovoz berish natijalari Vahobov Boburxon Jo'raxonovning 01-02-04 informatsiyalanuvchan qattiq jism mexanikasi ixtisosligi bo'yicha texnika fanlari falsafa doktor PhD ilmiy darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 13 nafar, 100%, qarshilar yaroqsiz deb topilgan byulletenlar yo'q. Hisob komissiyasi raisi Amama xonim, komissiya a'zolari Ali Botirjon, Xolbor Jo'raxonov. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Endi hurmatli kengash qatnashchilari, bitta bayonnomani tasdiqlab olamiz. Birinchisi demak, hisob komissiyasini raisini tasdiqlash haqidagi bayonnoma. Azamxo'jani demak, rais etib saylangan bo'ldi. Munosabatni bilishga so'raymiz. Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Endi ikkinchisi mana hozir o'qib berilgan saylovning natijasi bo'yicha, munosabatlar bo'yicha demak, xulosa bo'yicha bayonnomani ovozga qo'yaman. Tasdiqlansin deganlar qo'l munosabat bildirishlar so'raydi. Qarshilar, betaraflar. Demak, bir ovozda hisob komissiyasining qarori, davlatnomasi tasdiqlandi. Endi reglament bo'yicha dissertatsiyadan 01-02-04 deformatsiya tartibsiz mexanika ixtisosligi bo'yicha seizmik to'lqinlarning bino va inshootlarga ta'sirini guruhda kamaytirish usullarini ishlab chiqish mavzusidagi dissertatsiya ishi yuzasidan ilmiy kengash xulosasi loyihasini muhokamasiga o'tamiz. Hurmatli kengash a'zolari, muhokama nima xulosasidagi berilgan. To'g'ri deb xulosa. Marhamat, xulosa bo'yicha qanaqa fikrlar bor? Asos uchun qabul qilinsin degan taklif tushyapti. Ovozga qo'yaman. Asos uchun qabul qilinsin deganlar qo'l ko'tarib munosabat bildirishlar so'raymiz. Qarshilar, betaraflar yo'q. Demak, bu bo'yicha qanaqa qo'shimchalar bor? Marhamat. Xulosa bo'yicha qo'shimcha yoki bir taklif bo'lsa aytsanglar, shuni ham o'zgartirilgan holda keyin ovozga qo'yamiz. Bormi takliflar? Demak, ish holatda, umumiy holatda, demak, umumiy xulosalarda qabul qilinsin, o'zgarishlar bilan birga qabul qilinsin degan taklif tushyapti. Marhamat, kimda qanaqa munosabatlar bor? Qo'l ko'tarib ovoz berishlar so'raymiz. Ustoz Abdulvohidga marhamat. Rahmat. Rahmat. Demak, bir ovozdan xulosa ma'qullandi. Endi albatta dissertatsiyaning tavsifiy belgilarini ko'rib chiqamiz. Dissertatsiya natijalarining xususiyatlari. Marhamat. Tegishli fan sohasi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan masalalarni yangicha hal qilish, muhim amaliy masalalarni hal etishni ta'minlovchi ilmiy jihatdan asoslangan texnikaviy, iqtisodiy va texnologik ishlanmalar deyapti. Demak, yana bildirib. Biroq keyingisi dissertatsiya natijalarining yangiligi darajasi. Natijalar yangi, ayrim natijalar yangi emas. Demak, natijalarning ko'p qismi yangi emas. 2-1 yangi. Yaxshi. Keyingisi dissertatsiya natijalarining qiymati juda yuqori va katta.
Yuqori, katta o'g'li. yuqori. Demak, uchinchi. To'g'rimi? Keyingisi dissertatsiya mavzusining rejadagi tadqiqot bilan aloqadorligi. Mavzu davlat dasturi yoki xalqaro tadqiqotlar dasturlariga kiradi yoki mavzu tarmoq dasturlari, fanlar akademiyasi rejalari, tarmoqlararo ilmiy texnikaviy majmualar, tarmoqlararo davlat birlashmalari rejalari yoki tashkilotning mavzular rejasiga kiradi. Qaysi bittasi bo'ladi? To'rtga. Universitetga kiradi. Umumiy yo'nalish. To'rtinchi yo'nalishga kiradi. Amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalaridan qay miqyosda foydalaniladi? Davlatlararo miqyosda, tarmoqlararo miqyosda, tarmoq miqyosida, tashkilot miqyosida. Marhamat. Beshik tarmoqlararo. Va oxirgisi amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalaridan keng foydalanish yuzasidan tavsiyalar. Keng foydalanishni talab qiladi, keng foydalanishni talab qilmaydi. Demak, hurmatli kengash qatnashchilari, hurmatli kengash qatnashchilari, mana dissertatsiyaning rasmiy himoyasi va yashirin ovoz natijalariga asosan Talabgor Vahobov Boburxon Jo'raxon o'g'lining seysmik to'lqinlarning bino va inshootlarga ta'sirini grunta kamaytirish usullarini ishlab chiqish mavzusidagi 01-02-04 deformatsiya qattiqligi mexanika ixtisosligi bo'yicha texnika fanlari falsafa doktor ilmiy darajasini olish uchun demak bajarilgan dissertatsiya ishining muhokamasiga asosan Namangan davlat texnika universiteti huzurida tashkil qilingan PhD 03-2025 27-12-T-1501 raqamli ilmiy daraja berish ilmiy kengash bunga texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini berishga qaror qildi. Demak, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi huzuridagi oliy atsessiya kengashasidan bizni qarorimizni demak tasdiqlab berishni so'rab ularga murojaat qilamiz. Barcha kengash a'zolari nomidan demak Boburxon Jo'raxon o'g'lini bugungi muvaffaqiyatli himoyasi bilan tabriklaymiz. Keyingi ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Shuningdek, talabgorlar rahbari Sharafudin Sayfiddinga ham mana shu shogirdlarni muvaffaqiyatli himoya qilganlari bilan muborakbod etamiz. Yanada shu shogirdlarni yanada ko'paytirishlarini talab so'rab qolamiz. Shu bilan so'zni demak so'zni talabgorga beramiz. Oxirgi so'zni marhamat. Yarim so'z. Assalomu alaykum. Hurmatli kengash a'zolari. Avvalo bugungi ilmiy himoyada ishtirok etayotgan barchangizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Dissertatsiya ishi bilan sinchkovlik bilan ko'rib chiqib, unga bildirgan samimiy fikr, taklif va tavsiyalaringiz uchun sizlarga samimiy tashakkur izhor etaman. Bildirilgan barcha mulohaza va tavsiyalar men kelgusi ishimda ilmiy faoliyatimni yanada takomillashtirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi deb hisoblayman. Alohida minnatdorchiligim ilmiy rahbarim Yurtdosh Sharifovga bildiraman. Ustozimning yuksak bilim va tajribalari, doimiy qo'llab-quvvatlashi, xizmat maslahatlari hamda ilmiy izlanishimda davomida ko'rsatgan beg'araz yordamlari shu dissertatsiya ishini muvaffaqiyatli yakunlashimda beqiyos o'rin tutdi. Ustozimga uzoq umr, mustahkam sog'lik, oilaviy baxt tilayman. Farzandlaringizni kamolini ko'rib, biz kabi ko'plab shogirdlarni yana uzoq tizlab ustozlik qilish nasib etsin. Bundan tashqari, shu o'zimiz ishimga mexanika sohasi bo'yicha ilmiy kengash ochishga asosiy sababchilardan bo'lgan shu ilmiy kengash raisi Fardin Jo'rayevichga, ilmiy kengash kotibi Asadbek Shuhratjonovichga hamda barcha kengash a'zolari va dissertatsiya ishini qimmatli vaqtlarini aynan ko'rib chiqqan va o'z taklif va e'tirozlarini bergan barcha tadqiqotchilarga hamda rasmiy apparatlarga alohida minnatdorchiligimni bildiraman. Shu ilmiy kengash bundan keyin ham biz kabi tadqiqotchilar, tadqiqotchilarni olim bo'lishga hissa qo'shib, o'z faoliyatini davom ettirishga talab qilish bo'lib qolaman. Shuningdek,
shu kun dunyoga kelguncha qo'llab turgan, yetarli sharoitlar yaratib bergan ota-onamga, oilamga, yaqinlarimga hamda shu ustozlarga ham sabr toqatlari va ishonchi uchun chin dildan minnatdorchilik bildiraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Tabriklaymiz. Hurmatli kengash qatnashchilari, mana hozir Zoom orqali ishtirok etishayotgan bizni demak ilmiy kengash a'zolari bor. Marhamat, kimda qanaqa fikrlar bor? Sayduloxon, fikr bormi sizda? Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash ustozlar, hammalar yaxshimi? Albatta bugun juda yaxshi himoya bo'ldi. Albatta Yo'ldosh Sharofniki yaxshi shogirdlar chiqaryaptilar. Kechagina ham ikkita himoya bo'ldi yana. Matkenib ham yaxshi shogirdlar chiqaryaptilar. Haqiqatdan Namangandan juda yaxshi kadrlar chiqyapti. Mana ularning holatlarini ko'rib turibmiz, ularning ma'ruzalarini, ularning qilayotgan ishlarini. Haqiqatdan bu doktorantlar shu nimalar tadbirlar ishlayapti haqiqatdan. Haqiqatdan natijalar bo'lib, shunaqa darajaga erishyapti. Biz juda xursandmiz. Boburjon tabriklaymiz. O'sha bunga himoyalar bilan juda yaxshi himoya bo'ldi. Hammalaringga omad tilaymiz. Charchamanglar. Abduqodir Rahmonov, marhamat, fikrlaringiz bo'lsa. Rahmat. Juda chiroyli bo'ldi. Endi bu kadrimizni kelgusi ishlarga muvaffaqiyat tilaymiz. Rahbarimiz endi Sharofiddin aka juda chiroyli, aktiv, faol ishlayaptilar. U kishiga ham mustahkam sog'liq tilaymiz. Salomat bo'linglar. Rahmat sizga. Rahmat. Yana kimda fikrlar bor? Marhamat. Mana o'quv yilining yakuni, mana 3 ta juda samarali ishladik. Ish bo'ldi. Mana 3 ta dissertatsiya ishini ko'rib chiqdik. Endi demak, manimcha juda mas'uldor ishladik. Endi taqdirlarga yana boshqa ishlar ham bor. Kelib tushgan kengashimizga bu ishlarni ham istasak ko'rib boraveramiz. Bosh tartib ichida ham ko'rib qolamiz. Vaqtimiz agar bir kunga topiladigan bo'lsa, shu bir kunda yana bir kengashlarda yoki seminarlarda o'tishga imkoniyatiga ega bo'lamiz. Shu bilan ilmiy kengashlarga yashaymiz. Bugungiga hammalar uchun sog' salomatlik tilab qolamiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Sog' bo'ling sizlar. Sog' bo'linglar. Boburjon, tabriklaymiz.